Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliyining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunini diqqatingizga sunamiz. Şərq Türkistan sürgün hökumətinin baş ministri Salih Xudoyer əpəndi 27 may günü Kafkas Dağ Cumhuriyeti e'lon qilinganligining 105 yilligini xotirlash munosabati bilan chaqirilgan Kiyev yig'inida so'z qilib mundaq dedi. İlgiri işgal qilingan davlatlardagi zulmga uchragan millatlarning do'stlari, sheriklari, ittifoqdoshlari, o'limonlari va vakillari Shimoliy Kavkaz Dağ Cumhuriyeti qurilganligining 105 yilligini xotirlash, xushalliqinglarni va azoblaringlarni o'rtoqlashish fursatiga noil bo'lganimdan intayin mamnunman. Bu men uchun cho'ng bir sharaf. Bu muhim faoliyatni tashkillaganlarga va sohibxonlarga cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Bizning xalqimizmi o'xshashlar zulm ko'rgan. Bizning masalamizmi mushuningga o'xshaydi. Kavkasiya va mening davlatim Sharq Turkiston ikkisila Rossiyaning vahshiyligini bo'libmi Sovet ittifoqining xiyonati va zulmini biladi. Kavkaz xalqi va Sharq Turkiston xalqi irqchi, buzuq, jinoyatchi kuchlarning sistemlik irqiy qirg'inchilik, ishg'ol, etnik tozalash qilmishiga uchradi. Ham Dog'iston xalqi, ham Sharq Turkiston xalqi bir kuni hurligiga erishidi. Dunyoning har qaysi joylarida qorong'ulik va yomonlik paydo qiladigan kuchlar ilgarilamoqda. 1820 yildan 1870 yilgacha 12 Cherkes qabilasiga irqiy qirg'inchilik yurgizgan. 1880 yili Yahudiylarni turlik bostirgan Rus jahongirligi va 1920 yillari o'qituvchilar va aqidalik insonlarga Gulag orli insho qilgan Sovet Rossiyasi o'xshash. Shundaqla Rossiya Federatsiyasi hilimo jinoyat sodir qilmoqda. Bir qoplan ismini o'zgartirishi mumkin, ammo odatini o'zgartirolmaydi. Biz har kuni har xil timlarni ko'ryapmiz. Beyjingdagi qonunliq demokratiyadan yo'qsin boshliqlaridan Oran, May, gaz setib olish badaliga Buchada, Bakhmut, Mariupol Rossiya tarafidan o'xshashlar bombardimon qilinyotdi. Do'stlarimiz shuni bilishi kerakki, Xitoyning iqtisodiy va nufusi Rossiyanikidan 10 hassa ortdi. Irqiy qirg'inchilik zo'migari Xi Jinping bir buyruq bilanla Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchiligini to'xtata olishi mumkin. U ehtiyoj bo'lgan barliq zo'rlash va besim qilish kuchiga ega. Ammo u buni qilmaydi. Buning sababi Zelenskiyning isil sifatlik bilan yetarli talab qilmaganligidan emas. So'zimni diqqat bilan anglagan bo'lsangiz, haqiqiy dushmanimizning Xitoy ekanligini demoqchi bo'lganimni his qilgan bo'lishingiz mumkin. Rus askarining palining ichida Xitoyning qo'lini bayqay olasiz. Yo'lsiz urush jinoyatchisi Rus qachon Ukraina fuqarolariga urush açsa, Xitoy Bayfang radiosi Glosnas ishlatadi. Xitoy sun'iy hamrohlari Rossiyani Ukraina harbiylarining harakati to'g'risida hech kim qabul qila olmaydigan noit aniq uchurlar bilan ta'minlaydi. Prezident Bayden Rossiyaning Glosnas sun'iy hamroh sistemasini yo'qotishni buyurgan ahvol ostida Rossiya hatto Xitoylar bilan Baydo sun'iy hamrohini zapas ishlatish haqida maxfiy harbiy suhbat olib borgan. Yaxshi oziqlanmagan Rus jinoyatchilari yaralanganda antibiotik dorilar va og'riq to'xtatish dorilari beriladi. Bular nereden kelgan? Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi nurg'un jihatda Xitoyning qo'llashi bilan elib berildi. Xitoyning 2022 yildagi irqiy qirg'inchilik olimpik tanarkat yig'inidan keyingi Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi xuddi 2008 yildagi Beijing yozliq tanarkat yig'inidan keyin axborotda aks etgan Rossiyaning Gruziya zeminiga kuchlik va g'ururliq tog' jumhuriyatiga qonunsiz tajovuzchilik urush qo'zg'ashiga o'xshaydi. Xitoy irqiy qirg'inchilik hokimiyati har ikkala qitimda Rossiyaning ishg'ol qilishidan xabardor edi. Nima uchun to'xtatmadi? Chunki Xitoyning qonunsiz kompartiyasi Gruziyaliklar, Ukrainaliklarning o'lishini umid qiladi. Bu xuddi hozirgi Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Sharq Turkistondagi turkiy xalqlarning o'lishini umid qilganiga o'xshaydi. Xitoy kompartiyasi Rossiya va Xitoyga qarshi chiqqan barliq kuchlarning yo'qotilishidan boshqani orzu qilmaydi. Ular bizning hurligimizga o'ch, hurlikni orzu qilishimizga o'ch. Bu yerda cho'qiga chiqib olgan kichik insonlarga nisbatan tarbiyalangan hur aqida egalaridan ortiq tahdid yo'q. Nazar doiramizni taraytib, bu to'qinishni faqat Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi to'qinish deb qarash biz uchun ajalli xatolik. Xitoy, Rossiya, Iran, Shimoliy Koreya va buningga o'xshash davlatlar xalqaro qonunlarga qarshi turib, yolg'on tashviqot tarqatib, o'zlarining vahshiyliklarini haqliq chiqarishga uringan zulmat, o'limni chillaydigan buzg'unchi kuchlar bo'lib, tarixning to'g'ri tarafida turg'ini hurlik, huquq, tartib, adab, demokratiya,
inson haqlari, insonlik, haqiqat va to'g'riliqni yaqlaydigan, hayotni suydigan kuchlardir. Kashki bundaq bo'lmagan bo'lsa, biz yaxshilik bilan yomonlik o'rtasida kurash qilyapmiz. Allohga xizmat qilganlar bilan shaytonga xizmat qilganlar orasida kurash qilyapmiz. İnson haqlariga ishonish bilan kuchliklar har nima qila oladi degan bema'nilik orasida kurash qilyapmiz. Ukraina insoniyat madaniyatini belgilaydigan urushning oldingi safida. G'albidan boshqa tanlash yo'q. Begunoh bolalarni vayron qilib yetadigan alvoslar bilan murassa qilishga bo'lmaydi. Bu g'alba yoki o'lim bilan oxirlashadi. Vatanim Sharq Turkistonda qora kuchlar g'olib kelganda nimalarning yuz berayotganligini ko'ring. Xitoy Kompartiyasining qizil askarlari suyimlik vatanimiz Sharq Turkiston Jumhuriyatini Stalin bilan bo'lgan bir kelishim bilan og'dirib tashladi. Ahmadjon Qosimini o'z ichiga olgan barliq rahbarlarimiz ahmoqlik qilib 1949-yili Sovet Rus qonunsiz hokimiyatining ishg'olchi Xitoyga qarshi qo'llashini qo'lga keltirishni maqsad qilib, xatolashib Sovet ittifoqiga sayohat qilg'ili kelganda o'ldirildi. Xitoy Sharq Turkiston rahbarlarini qasdlab o'ldirish jinoyatini yo'gash uchun Sovet ittifoqi rahbarlarimizni aeroplan qazosida o'lib ketdi degan yolg'onni to'qib tarqatdi. Hozirga qadar nurg'ulg'an insonlar Rossiyaning saxta tashviqotini takrorlaydi. Haqiqat shuki, ular ikkinchi Sharq Turkistonning parchalanishi va bir xoinning o'lkani boshqarishini orzu qilgan Maoning rasmiy istigi bilan Josef Stalinning bevosita buyrug'i bo'yicha o'ldirilgan. Rossiya ismini nimaga qandoq o'zgarsa o'zgarsin, biz Rossiyaning bu jinoyatini aslo kechirmaymiz va mangu unutmaymiz. Xuddi Xitoyning bo'linib param-parcha bo'lib ketganligini ko'rishni orzu qilganimizdek, Rossiyamo ishg'ol qilishdan to'xtamag'icha aram topmaymiz. Bugungi kunda Rossiyaning bizning burunqi rahbarlarimizga qilgan xiyonatining badalini Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilib biz tortyapmiz. Milyonlab insonlar yig'ilish lagerlari, turma va majburiy emgak silish lagerlariga qamaldi. Milyonlab insonlar g'oyib qilib etildi. Hech kim buni aytishni xohlamasmi? Biz xalqimizning yo'qolib ketayotganligiga ishonamiz. Balki 3, 5, hatto 15 yilgacha hokimiyat oilalarga yolg'on so'zlab, turmada tabiiy holda o'lib ketganligini aytadi. Xitoyning 21-yüzyildagi Uyg'ur qatliamini ishqorliq gidroliz yoki suyuqlik ko'ydirish orqali yo'shirganligiga ishonamiz. Xalqimiz qisirlashtirilmoqda. Rasmiy raqamlarga qaraganda tug'ilish nisbati tuvanladi. Rus maxluqlari Ukrainalik bolalarni onasining quchqidan elib qochganidek, Sharq Turkiston bolalari oilalaridan ayirib etildi. Güzel Ukraina qiz ayollari, onalar Rus cho'shqinlarining bosqinchiligiga uchragandek, Uyg'ur erlari jazo lagerlariga elib ketilib, Uyg'ur qiz ayollari va onalar mustamlikchi Xitoy erlari bilan to'y qilishga majburlanib to'y qildi. Xitoy hokimiyati bizning davlatimizda davlat qo'llagan tajovuz sistemasini yaratdi. Do'stlar, yana bir qatim ta'kidlaymanki, biz o'xshash dushman bilan qarama-qarshiga qoldik. Xalqaro qonunning muhimligini va Ukraina askarining nima uchun Sharq Turkistonning qurilishi uchun kurash qilayotganligini ta'kidlab o'tmoqchiman. 2008-yili Rossiya Gruziya zaminini qonunsiz ishg'ol qilganda va 2014-yili Ukraina tuproqlarini qonunsiz ishg'ol qilganda Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonliklar sahib bo'lgan intayin oz fuqarolik va siyosiy huquqni dafsanda qildi. Sayohat borgan sari cheklamaga uchradi. Saqchixonalar qurilishga boshladi. Bexatarlik aslihalari orttirildi. Hech kim biz uchun bir narsa demadi. Qisqa vaqtdan keyin Rossiya 2014-yili Qrimni ishg'ol qildi. Taxminan 2016-yillar atrofida Xitoy jazo lagerlari, majburiy emgak lagerlari va turmalarni keng ko'lamda insho qildi. Bu Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti va Amerikaning Sharq Turkistonni va Ukrainani dunyoni yanglishga yuz tutqizgan kritik mazgil bo'ldi. Agar g'arbdagi davlatlar xalqaro qonunni ijro qilsa, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti o'z funksiyasini joriy qildirib, Sharq qonunidagi tahdidni his qilgan bo'lsa, ittifoqlash kuchlari harbiy kuch qo'llanish orqali Qrimni ozod qilib, Rossiyani xalqaro qonunga bo'ysundirishga majbur qoldirsa, Xitoy bu darajada xalqaro qonunni dafsanda qilmaydi. Nima uchun deganda, xalqaro qonunga xiloflik qilguvchilar bir-birini qo'g'daydi, bir-biriga mahkam bog'lanadi. Putinga o'xshash bir jinoyatchi xalqaro qonunga jiddiy bir shaklda xiloflik qilsa, Si Jinpinga o'xshash bir jinoyatchining o'xshash jinoyatni ishlashiga yo'l ochiladi. Xalqaro qonunni ijro qilish uchun uradigan bir soqchi bo'lishi lozim. Nazariy jihatdan aytganda, xalqaro qonunni ijro qilish hammalarning ishi. Ammo hech kim ijro qilmaganda bu qirg'inchilik va vahshiylikning doirasi kengaydi.
Башкача кылып айтканда, халкара канунга кылынган хилаплыклар булыпмы, Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Kengişining a'zolarining xiloflik qilmishlari keyingi xiloflik qilguvchilarning jazosiz qilmishlariga yo'l ochadi. Biz cho'qim bu davriylikni buzishimiz kerak. Ukrainaliklarga tinchlik elib kelish uchun biz cho'qim Sharq Turkistonliklar duch kelgan dahshatlarni hal qilishimiz kerak. Boshqa amal yo'q. Balki Ukraina shiitlari buni his qilmasligi mumkin. Ukraina qahramonlarining tökkan har tomchi qani Sharq Turkistonning ozodligi uchun oltindan qimmatlikdir. Chunki Ukraina xalqaro tartibni, yaxshi narsalarni qo'g'dash uchun kurash qilmoqda. Ukrainaning o'zini qo'g'dash urushi Sharq Turkiston, Ichkariya, Cherkeziyaga vakillik qiladigan o'z kulturimizni, tilimizni, e'tiqodimizni, meroslarimizni qo'g'dash haqqi, zolimning zulmidan qutulish haqqi, Allah tarafidan berilgan yashash, erkinlik va baxt izlash haqqi. Ukraina mustaqil, Ukraina egalik huquqliq davlat va chegarani qo'g'dash uchun kurash qilyotidi. Shu sababdan Ukrainaning mudofaasi yer sharidagi har qanday bir davlatga ta'sir ko'rsatadi. Barliq do'stlarga bo'libmi Ukrainalik sahibxonlarga birdan Uyg'ur do'ppisi hadiya berilgan bo'lsam, qorong'ulik va razillik kuchlari bilan kurash qilayotgan vaqtinglarda sizlar mening nazarimda faxriy Uyg'ur hisoblanasizlar. Sizlarga eng yaxshi tilaklarimni, qarorli turda yordamlashadiganligimni bildiraman. Allohga bolalarimizning tinchlikni o'rganishini, Xi Jinping va uning yordamchisi Putinning adolatga yuzlanishi uchun duo qilaman. Alloh hammalarga rahmat qilsin. Vatan, tuproq inson uchun yaratilgan bir ne'mat. İslam dini insonni maxluqqa qulchilik qilishdan ozod qilish va insonning asosli huquqlarini qo'g'dash uchun kelgan buyuk bir ne'mat. Dinimizda aqida sevgisi bilan vatan sevgisi bir-biridan ayrila olmaydi. Bir-biriga zid kelmaydi. Balki aqidamizning taqozosi bo'yicha mustamlika ostiga tushib qolgan vatanni himoya qilish va qo'g'dash erkak va ayollarga farz hisoblanadi. Demak, islom aqidamiz samimiy musulmonlarga nisbatan vatanparvarlikning asosi hisoblanadi. Chunki Qur'oni Karim vatanning mustaqilligi va hurligini vatanparvarlik, qaysarlik va fidokorlikning mevasi deb qaragan, hamda insonlarning hayoti deb sifatlagan. Shunga vatanning mustaqilligi haqida sus qaraydigan yoki mas'uliyatsizlik qiladigan yoki qo'rqinchoqlik qiladigan kishilarni o'liklar deb ifodalagan. Abdurahmon Jamol Koshig'ari. Bizga vaqt ayirganlar uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.